Assalomu alaykum hurmatli chorvadorlar. Mana silusimiz katta silus. Bu donsiz silusimiz. Rabilkadan chiqardik. Iloji yo'q bizda orqa tomonlarda Jaguar kombayn yo'qligi uchun bundan ham katta edi. Endi imkon boricha maydaladik. Mana rabilkadan chiqarib mollarga beryapmiz. Bu donsiz silusimiz. Bitta qoldirmay yapti. Oldingi safar chiqarmasdan berganimda ko'plarini qoldirib yemay yarmi отходga chiqib ketayotgandi. Mana bu rabilkadan chiqarib ko'rdik, yaxshi. Ancha foydasi berdi. Hozir deyarli qolmayapti oldida. Mazza qilib yeyapti. Mana rabilkadan chiqqan donli silus. Mana donli silusimizni sigirga berardik oldin. Shu berganimiz silusimizda donini qashti bir 70% chiqarib yuborardi axlatidan. Hozir buni rabilkadan chiqarib ko'rsataman. Endi Jaguar kombayndan chiqarilgan silus qidirmasak ham bo'ladi. Bizda Jaguar kombayn deyarli yo'q bo'lsa kerak. Yana ham bilmadim. Doni ko'p, lekin o'sha donlar hammasi axlatga chiqib ketyapti. Hozir rabilkadan chiqarilgan nimasini ham ko'rsataman. Hammamizga foydali video bo'ladigan umiddaman. Mana ko'ring, doni juda ko'p. Hozir chiqarib ko'rsataman. Mana hurmatli chorvador akalar, mana rabilkadan chiqarilgan silusimiz mana. Nihoyatda Jaguar kombayn urganday chiqargan. Mana donlarni hammasi deyarli maydalangan. 95% maydalangan. Endi ozroq qolgan bo'lishi mumkin, hozir ko'ramiz. Bitta yarimta qolgan, lekin asosan mana donlarni o'zi ko'rib turibsiz. Maydalanib o'zim sinab ko'rdim sigirimda. 10 ta, 15 ta, 12 ta zo'r yemlarni zo'rini berganimda 16 ta sut berayotgan sigirim. Mana shuni yegandan keyin, mana shuni chiqarib bergandan keyin 18 ta 19 litrgacha sut bergan. Hozir tinim davrida sigirimiz. Donsiz silus berib turibmiz. Mana sizlar uchun donli silusni chiqarib ko'rsatdim. Nasib qilib ko'ringlar. Foydasi bor, juda foydasi yaxshi. Bir berganingizda 70% donini axlatga chiqarsa, undan yomoni yo'q. Bundan ko'ra erinmasdan shuni chiqarib bersa, foydasi bo'ladi. Hamma don ezilib ketgan deyarli. 95% don ezilgan. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan qiziqarli videolar hali oldinda chiqib qoladi. Surxondaryo bozorini hamma chorva bozorlariga borib sizlar uchun video olamiz. Hurmatli chorvalar akalar, yana bir narsani aytish esdan chiqibdi. Ko'p tajribalardan o'tkazib ko'rdim. Mana bu setkasi bittasi turish kerak ekan. Agar 2 ta, 3 ta turgan bo'lsa, tiqilib qolib ichidan mana bu nam narsa chiqmasligi mumkin ekan. O'shaning uchun bittani qo'yganingiz ma'qulroq deb topdik. Mana o'shanda silus bir tekisda chiqib ketadi. Ichida tiqilib qolib, motor to'xtab qoldi degan muammolar bo'lmaydi. Mana oddiy rabilkada chiqarganman. Agar kimda undan ham zo'r rabilkalar bo'lsa, yaxshi rabilkalar bo'lsa, balki undan da mayin 100% donini tiqib maydalab berishi mumkin. Endi menda qo'ldan kelgancha o'zimizni chorva uchun yasaganmiz. Ideal holatda chiqardi lekin.